Hürmetli gülpedaşlar, selamun aleyküm hammaga. Yana pochin. Kep tashladim, mayda. Qani ko'ramiz. Xo'sh. 17-oktyabr soat 4:20. 6gacha o'tiramiz shu yerda. Xohlasa kattalari ham bo'lib qolar inshaalloh. Hozircha mana mayda bo'ldi bitta mana. Pochin tashladim, urdi. Chirvakka. Bir ko'rimkamiz tayyorlab oldik. İşte yani benim onu işletse bulaverdim. Asalli. Bir ko'rimkamiz baliq chaqirib olish uchun. Ozgina rangi yuqadi qo'lga, yuvsa ketadi lekin. Mana qilib chiqyapti. O'z kattalashib qolar. Bitkimek aldım ben. Yine bitti vurdu. Bu yanmaydı. Çöğerden vurdu. Mana montajımız Paplok tepede. Tosh mana yuradigan tosh. Bu stopper tepasiga rivetli xamir qo'yib qo'ydim. Tashlagan joyingizga tushib qolaveradi bu. Leskani o'ziga qistirib qo'ydim. Mana o'lchang. Hozir kamroq tayyorlayapman. Mana ozgina tayyorlayman. Men shu taqalachada yarim to'kib qo'ydim-da shunga. Miyot. Aralashtiramiz.
İyi, tortu yaptım. Paploktu. İyi, yanına gitti. Oh. Oh, 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 oh. Zor tort. Bitmek oldu. Çatki udar tort. Bu preko'rimkamizda qishda bemalol ishlataverasiz. Zimniy preko'rimka. Shamayka, karas, vobla. Shunaqa endi bundan buyog'i kattasi kamdan kam. Mana hozir ko'rib turibsizlar. 1 qarishlik sazan, 200-300 grammlik sazan shunaqalar chiqyapti. Endi nima uchun kattasi chiqib qolsa, xudo xolasa nasibaga yarasha bo'lib qolar inshaalloh. Liskada xamir ham tushmabdi, qo'y. Bu ham kichkinagina qarmushka vazifasini o'taydi. Tushsa mana shu siz tashlayotgan joyga cho'kib qoladi-ku. Uncha oqmaydi-ku bu. Oqqan bor, lekin unchalik emas. Ko'rinyaptimi, yo'qmi? O, polidonga ham tortyapti. Keldi. Ana tortyapti. Tort jonivar. 1 kilolik, 2 kilolik bo'lib qolsa, oh oh oh. Mazza. Ana bunisini olib ketyapti mana. Bunisini. Mana qarmoqni. Endi bu preko'rimkamizga nimalar qo'shish mumkin? Qo'shimcha. Shu haqida ham ma'lumot berib o'tay. Bunga shu chuvalchangda mana. Chuvalchang. Maydalab kesasiz qaychida. 3 ga 4 ga bo'lib tashlaysiz. Mana shu chuvalchangni qo'shsa bo'ladi. Defekt undan ham zo'r bo'ladi. Keyin aparish. Buni suv quyib tayyorlash jarayonida bir pachka aparishni mana shu tog'orachaga qo'shib yuborsangiz, uni sochsangiz yoki karmushkaga qo'ysangiz, rezultat vaqti udar bo'ladi. Kam sepib o'tirasiz meni. Kam, ko'p sepmaysiz, zibilosida to'yib qoladi. Kam changitib o'tirasan. O, tortyapti, ikkala qarmoqni. Hidiga kelaveradi o'zi yemga. Boshida shu maydaroqlar tortib turadi, keyin irqlashni boshlaydi. 1 soat, 1,5 soat mayda bir changib oladi.
Ha do'stim. Mashinaga o'tirishim kerak. Rosa sakrayapti. Voh, joyida qarang. Asal. Torroq joyga o'tirdim-da men. Bitlasa kengroq ekan. Mana tashlamagan joy. Vash, udar joyida bit. Bobek tishlamaysanmi? Yexi, u cho'pon kuchukni qarang. Tishlamaydi mushkul. Bobek. Bor, o'yiningni o'yna, bor. Jo'na. Jo'na. Ayg'u. Tishlasa yeydi agar. Oho. Desam nima ekan debman. Вообще katta narsa. Bor, qo'yingni qo'yqila. Jo'na. Jo'na. Jo'na bor. Egasi qayda ekan bu? Bor jo'na. Oyog'ingni qara, loy ekan. Ishlab olsang. Vosh, katta narsa. Do'stimni qiynayapti, it bor. O qara. Ma Bobek. Bu yoqqa kel. Qo'y, o'zi uni yuragi yo'q. Topgan sumkasini titkilab yeyapti. Shu bezbet it ekan. Do'stimni yuragini tushirib oldi. Oh, qochib qoldi. Bunaqalar chiqyapti do'stim, mana to'xtamay. Men syomka qiziqarli chiqish uchun qo'yib yuboryapman. Yo, bu kichkinada do'stim, bu yeb maza qilmaysan bularni. Yo, mushug'ingga aynaqangi gambuzlarni oldi. Mayda chuydalar bo'ladi-yu. Shamayka, vobla, belashka shunaqa narsalarni olib ketsang bo'ladi, lekin mushugingga. Sazan jalka do'stim. Qo'yib yubor meni, ey yaxshi odam, deyapti. Bo'rilar boshladi do'stim. Yomon ko'p ekan. Kecha ketyapti, shunaqa semizlar. Semiz yo'limizda turibdi-da. Mana qara. Umuman qo'rqmayapti odam. Qamishda gapirib ketdi. Qochib qoldi. Mayda. Chapichangga ham yo'q bo'lmayman, odamzod. Meni qo'yib yubor. Kattaroqlarni jo'natib yuboraman, deyapti. Bojam jo'natib yuboraymi, deyapti.
hurmatli gruppadoshlar, mana 2 soat o'tirdik. Xo'sh, 4:30da keldik. 6dan o'tyapman. Do'stim tayyor. Hozir mana yuklab yig'ishtirib qo'ydik. Xo'sh. Bugun nechi do'stim? 17. 17-oktyabr. Ovdagilarga omad.